家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第7单元阿里木找工作的第2部分。一样，那么今天我们也是从生词总动员开始我们的新课。好，那同学们跟着老师一起来学习生词吧。第一个词，销售部。销售部，销aldыda销售的öğrenip болдық，对吧？我们之前已经学过了销售这个词。那么销售这个词的意思呢是setish，яғни китаби тілді сатқан вақытымызды销售дейміз。好，онда қоса，那么部деген алдыда біз人事部，xadimlar bölümü人事部деп үйренген тоқ。那么销售部дегеніміз就是setish bölümü。setish bölümü。那yazılışı қарап бақсақ，销前面是一个金字旁，数然后2个点，下面是一个月。售деген бұл қатқанда上面是一个柱lekin 4 сызақ шунағы点横横横竖横，下面是一个口。部деген хетіміз上面是一个立，下面是一个口，андын一个耳刀旁。销售部。mən setiş bölümünde işleymen desem，我在销售部工作。我在销售部工作。Oyak setiş bölümününki direktörü desek，他是销售部的经理。他是销售部的经理。Mening akam setiş bölümününki hizmetçi xadimi desek，我哥哥是销售部的职员。我哥哥是销售部的职员 desek болады。好，销售部 мәнісі setiş bölümü。第2个词，决定。决定，决2点水，横折横撇捺，快tezdeki快деген хатныңки оң тарпия кейни，前面是一个2点水。定деген хат一定的个定，上面是一个宝盖头，андан横竖横撇捺，决定。мәнісі қарар。қарар қып болдыңыз мо десек，你决定好了吗？你决定好了吗？қарар қып болдым，我决定好了。mən бүгін бір қарар çıkarmakçı desek，今天我要做一个决定。қарар çıkarışını做决定。做决定，今天我要做一个决定deymiz。好，决定мәнісі қарар。3. söz，录用。录用，录横折横横，anandaki竖钩点提撇捺，录。那么用деген шілтештeki用，撇横折钩横横竖。那么录дегенimiz татыш，мына фильмға татқанны лу дейміз.那么用дегенimiz шілтеш. 那么bu yerде лу用дегенimiz құбыл қылдық деген мәнді. Алдыда біз елі қызмет іздеп баға вақтымызда еңпин дедік қо. На ма сіз еңпин қылып келдіңіз, біз сіздің құбыл қыған болсақ, ішқі құбыл қысақ, лу用дейміз. Мәселен, сізні о şirkettikilер құбыл қылды мо деп сорысам，那家公司录用你了吗？或者说那desek болды，那家公司录用你了吗？ mən құбыл қылыныптымын desem，我被录用了。我被录用了 desek болады。好，录用мәнісі қызметке құбыл қылындыңыз дегенді білдірді. құбыл қылыныш. 录用。好，онда қоса кейінгі сөз 试用期。试деген бұл хатны біз қачан үгініп баққан тоқ, мүшеліқі тәм тетіп бақ, кем-кечек сетуаға вақтыда алым бір нәрсе туаған чағда сынап бақсам боламды деп, оның 试一下ма дейді ғой. 好，
那么这个是deganimiz ashu sınav 对吧 yazilishi 一个言字旁 ana degan kayni 联系方式的一个是degan hajunaqo hang 这是一个弓 ana degan斜勾点是 用deganimiz ishiltish qo bayanmi chiqdi pi hang jaqo hang o'ttirg'i bir tal shu 七星期的个七对吧星期的七横竖竖横横横下面两个点然后这边呢是一个月试用期期degan mezgilni bildirdi shi degan sinoq yung degan ishiltish那么 mushu sinoq mezgili deganni试用期ya'ni siz bir yerga xizmat izlab borgan bo'lsangiz bevositalam qabul qilib ketmaydi sizga bir nima deymiz ma'lum bir mezgilni sinoq mezgili sinoq mushu ishiltish mezgili deb oladi shuni hanzu tilida 试用期 deymiz o'xshamagan shirkatlarningki o'xshamagan sinoq mezgili bo'ldi 那么不一样的公司它会有不同的试用期比如说有的公司它是1个月的试用期有的公司是3个月的试用期一般情况下试用期都不会超过6个月 odatda bu sinoq mezgili 6 oydan eshib ketmaydi 试用期 siz mushu sinoq mezgilida bo'lgan ifodangiz nihoyatda yaxshi desak 你在试用期的表现非常好 desak bo'ladi 或者说直接你在这试用期的表现非常好 那么bu shirkatningki mushu sinoq ishiltish mezgili qanchalik vaqt deb so'ramoqchi bo'lsak 请问你们公司试用期是多长时间 deb so'rasak bo'ladi 请问你们公司试用期是多长时间 qanchalik uzun vaqt deganni 多长时间 desak bo'ladi 好这个呢是试用期没有问题了吧 onda xo'sa keyingi so'z 愿意bu xatga qarasak 愿是一个长横撇 andin 白 tiki 白 shunaqo 撇竖横折横横 andin ostida 一个小大小的一个小 kichik deki小 uni ostida bir tal yurak bor 一个心 那么 yi degan xat ustida bir tal li shunaqo andin bir tal ri ang ostida yana bir tal yisidagi yi ang ostida bir tal shin 那么 mushu xatning o'zi yi 那么愿意 qo'shib kelsak ma'nosi xohlash men sizga yordam qilishni xohlayman desam 我愿意帮助你 desak bo'ladi yana maslanga qarshi tarafningki ma'lum bir ishni qilishni xohlash yoki xohlamasligini so'rasangiz 你愿意做什么什么吗 desak bo'ladi masalan siz men bilan do'st bo'lishni xohlamsiz desam 你愿意跟我做朋友吗 你愿意跟我做朋友吗 yoki bo'lmasa masalan siz mening qiz do'stim bo'lishni xohlamsiz desak nima deymiz 你愿意做我的女朋友吗 qiz do'st 女朋友 你愿意做我的女朋友吗 javob bergan vaqtimizda xohlasak 愿意 我愿意 desangiz bo'ladi xohlamasangiz 我不愿意 desak bo'ladi 愿意 xohlash hop keyingi so'z 领 yazilishi 今天的今 esimizda bormi 上面是一个人点横折 qildik andan keyin ostiga bir tal chekitda 一个 chekit qilib andan keyin machiti ye 横撇竖横折撇捺 ling degan xatningki bu ilish degan ma'nosi qanday qo'lab chiqdi desak masalan yo'q deganni ilish deydik bu ling qanday ilish bo'ldi desak tana shu bir narsani biz sizga taqatdik
Taqtimiz hamma odamlar kelib ilib oldi degan vaqtimizda, nima siz kelib olganni uni ling deymiz. Masalan, biz taqatdiq degandek, masalan, maaş taqitish deymiz-ku. Maaş taqitishni nima deydik? Fa gongzi. Kitob taqatgan vaqtimizda mushu fa deganda o'rgangan vaqtimizda dedik-ku, kitob taqatgan bo'lsak, fa shu deymiz-ku, fa shu. Nima mushu taqitayotgan narsalarni siz kelib olsangiz, buni ling deymiz. Shu vaqtida masalan, 同学们 今天下午要发书. Savoqdoshlar, bugun tushdan keyin kitob taqitimiz. 希望你们按时来领. Vaqtida kelib elishinglarni umid qilaman. 希望你们按时来领 desam bo'ladi. Nima 发工资 明天要发工资 aytdi maaş taqitimiz. Nima naqd pul bergan bo'lsak, nima 这个各位职员明天可以过来 领工资 desak bo'ladi. Aytdi kelib maoshinglarni ilib olsanglar bo'ladi desak bo'ladi. Ling qandaq elish. Andan keyin mushu bolalarni biz nimaga olib boramiz? Mushu yuaryuan, shuna qo'yliqi yesliga olib borib, qaytirib kelgan vaqtimizda jian ishlasakmi bo'ladi, lingni ishlasakmi bo'ladi. 我去领孩子上学, andan keyin 我去领孩子放学, nima 接孩子放学 desak bo'laverdi. Olib borgan chaqda so'ng, ketgan chaqda che desakmi bo'ladi. Nima ketgan vaqtimizda yana ling deb olsakmi bo'ladi. Hop, mingbaylarmi? Endi keyingi so'z 体简单. 体简单. 体一个单人旁，一个木 ostida bir tal hang, bir tal hang. 体 badan deganni bildirdi. 简一个木 对吧？然后是撇捺横，andan keyin 点点撇横。检 tekshirish deganni bildirdi. 检查。单上面是两个点数，横折横竖。简单的单 yani tizimlik deganni bildirdi. Ilaqa菜单deb o'rgangan tuqqu. Nima 体检单bo'lsa, bu nim bo'ldi desak, badan tekshirish tizimligi. Badan tekshirish tizimligi. Nima isi 就是说, masalan, biz hozir mayli xizmatga chiqaylik yoki bo'lmasa maktabga kiraylik, hammasida cho'qim bir salomatlik tekshirish bo'ladi. Shu salomatlik tekshirishni qilgan vaqtimizda avval bir jadval ilib olamiz. Bu jadval nima? Shu salomatlik tekshirish jadvali-ku. Shuni hanzu tilida 体检单 deymiz. 体检单. Masalan, qayaga berib shu salomatlik tekshirish jadvalini ilib olamiz desak, 请问在哪儿领体检单？请问在哪儿领体检单？好，那么salomatlik tekshirish mushu jadvalini ilib berib salomatlik tekshirsangiz bo'ladi desak, 领体检单，然后去体检，或者说领体检单 就可以去体检了 desak bo'ladi. Nima unda bo'lsa, salomatlik tekshirish deganimizni 体检 deymiz. Ya'ni mushu 体检danninki ostidagi so'z. 体检 yezilishi bayamqo'ga o'xshash, 一个单人旁，一个木加一个横。检 deganimiz 一个木 andan 一个人横点点撇横。体检 salomatlik tekshirish. Ata men doktorxonaga berib salomatlik tekshirib kelma desam, 明天我去医院体检。明天我去医院体检。Oldin qitim salomatligingizni tekshirgan vaqtingiz qachon deb so'ragan bo'lsam, oldin qitim deganni 上次 deymiz-ku. 你上一次体检是什么时候？你上一次体检是什么时候 desak bo'ladi. 好， keyingi so'z 合格。合格 合适的合 muvaffaq maskelishdagi合 yezilishi 上面是一个人横 anandagi 一个口 G degan bu xat 是一个木 shunaqa anandagi g har bir
撇横撇捺，能的跟下面是一个口，合格的跟们 layaqqatlik。这些产品质量怎么样？ Bu mahsulotlarninki sifati qandaq？ 这些产品质量怎么样？都合格了。Hammasi layaqqatlik， 都合格了。你的成绩怎么样？ Sizninki natijangiz qandaq bo'pti？ 合格了。合格了。成绩合格degan bo'lsak, natijasi layaqqatlik degan ma'noda bo'lib chiqadi. 好，合格，你们 layaqqatlik。Unda bo'lsa, men layaqqatlikmi desam, 或者说 men layaqqatlik bo'ldimmi desam, 我合格了吗？我合格了吗？ deb so'rasak bo'ladi. 好，unda bo'lsa, keyingi so'z变。变degan bu so'zningki bir necha xil ma'nosi chiqadi. Masalan, g'ash-qash, kash-kash degandek bir ma'nosi chiqadi. Yana qolaylik degan ma'nosi chiqadi. Nima bugungi bu darsda bu ben deganimiz shuning bilan degan ma'noda chiqadi. Shuning bilan degandek o'sha chiu de oldida biz chiu deb o'rgandik-ku, shuning bilan o'xshab qoladi. Masalan, manda qilib bo'lsangizlar, manda qilsangiz bo'ladi degan bo'lsak, bu shu masalan imtihondan o'tsangizlar, xizmatga tushsangiz bo'ladi desak, 通过了考试，你便可以上班。通过了考试，你便可以上班。好，xizmatni qilib bo'lgandan keyin lam aramasangiz bo'ladi desak, 做完了工作便可以休息。做完了工作便可以休息。那么 shuning bilan degandek, men xizmatni qilib bo'lsangiz lam, ya'ni bu yerda lam dedi. Shuning bilan shu aramasangiz bo'ladi degandek, shuning bilan degan bu so'z bu yerda ben bo'lib chiqadi. Ma ishni shu ma'lum bir ishni qilib bo'lib, shuning bilan mendaq bir natijaga erisha olasiz desak, shu benni ishlasak bo'ladi. Ha, undaq bo'lsa, keyingi so'z 报到。报道 ma'nosi tizimlatish, 就是men keldim deb turib tizimlatganni 报道 deymiz. Masalan, biz bir o'qiyotgan vaqtimizda mayli shu cho'jong, gaojong, hayshi dashi bo'lsin, maktabga qaytgan vaqtimizda shu odatda ig'iz tiliga bodo qilish deb qo'yamiz-ku. Shu 就是这个报道啊. Nima biz qachon tizimlatadiganmiz desak, 我们什么时候报到？什么时候报到？好，masalan, 10 joyning biri tizimlati shu kelib tizimlatdinglar degan bo'lsak, 10月1号报到。10月1号报到 desak bo'ladi. 好，报到，明白了吗？下面一个词，上班。上班，上 ustiga chiqish, shunaqa shang, chiqish degan ban, shang. Ban deganimiz一个王，给竖撇，degan yana bir tal vang. 那么上班degan bu so'zni mushuni chiqitim jumla tuzgan vaqtimda deb bo'lgan ma'nosi ishlash, ya'ni 工作, lekin ig'iz tilida ko'pinchisi 上班. Masalan, men har kuni soat 9da ishga chiqaman desam, 我每天早晨9点上班。我每天早晨9点上班。那么在 ishlayotamsiz degan bo'lsam, nima desam bo'ladi? 你在上班吗？你在上班吗 desak bo'ladi. 上班 ishlash. 那么 ishdan tushganni 下班 deymiz. 下班 deymiz. 好，那么下一个词，要是。要是，要就是需要的个要，是那个 üstü bartal şi, garipteki şi. 那么 asti 是一个女，一个女。然后呢，这个是就是是不是的是，上面是一个日，横竖横撇。那要是 ma'nosi agar. Bu agar bu 要是 qaysining bilan o'xshab qoldi desak, biz 如果 deb bir so'zni o'rgandik-ku, agar deb, mushuning bilan o'xshab ketadi. Masalan, agar direktor
ishxonada bo'lmasa, meni izlasangiz bo'ladi desam, 要是经理不在办公室的话，你可以找我。要是经理不在办公室的话，你可以找我。Agar biror ishingiz bo'lsa, menga telefon qiling desam, 要是有什么事就给我打电话。要是有什么事就给我打电话。好，那么要是 ma'nisi agar. 如果你ishlasangizmi bo'ladi agarga. 要是你ishlasangizmi bo'laveradi. 好, endi eng oxirgi so'z疑问. 疑问. yi degan bu xatningki usti yiga peshuvango chi yettidagi chiga o'xshab qoladi, lekin machatga chiqolmaymiz, shunaqo. Osti 知道的个知 isimizda bormi? 知 shu 知撇横横撇点 shunaqo shu. 那么 machatda 横折点横勾竖横撇 那 yi degan xatda yi 问 点竖横折勾 and then 一个口 疑问 degan sual masala degan ma'noda chiqadi va sual masala. Ya'ni tushunmay qolgan yerlaringizni yig'in deymiz. Masalan, agarda biror masala ko'rilsa, meni izlasangiz bo'ladi desak, 要是有什么疑问可以找我。要是有什么疑问可以找我。Ha, endi mushu yig'inni ko'rgan vaqtimizda saboqdoshlarda balkim bir savol paydo bo'lishi mumkin. U bo'lsa-mu, yig'in degan savol masala ekan. Nima 问题 debmi yana bir savol masala bordi. Nima bu ikkisining qanday farqi bor? 问题deganimiz ta juyo changdiyoda uning ta'kidlaydigani siz uqmaydigan, bilmaydigan, bilginiz bor bir narsa bo'lsa, u bir savol bo'lsa, uni 问题 deymiz. Masalan, mening bir savolim bor. Siz tunigun nima ish qildingiz degan bo'lsam, 我有一个问题，你昨天做什么了? yoki bo'lmasa, 我有一个问题，你昨天在哪儿? Mening bir savolim bor. Siz tunigan nega bordingiz? Nima bu sizningki tunigan nega berishingiz yoki tunigan nima ish qilganingiz menga noma'lum. Men uqmayman. Shuning uchun bu savol 问题 bo'lib chiqadi. Nima men yig'in degan qanday savol desak, men sizga bir narsalarni tushundirdim. Tushundirib bo'lgandan keyin siz yana tushunolmay, sizda savol paydo bo'lgan bo'lsa, uni yig'in deymiz. Tushundikmi saboqdoshlar? Ha, unda bo'lsa, bugungi so'zligimiz mishagacha bo'ladi. Endi har bir so'zlikni ikki qitimdan o'qib o'taylik. Unda bo'lsa boshladik. 销售部，销售部，决定，决定，录用，录用，试用期，试用期，领，领，体检单，体检单，体检，体检，合格，合格，变，变，报到，报到，上班，上班，要事，要事，疑问，疑问。好，那亲爱的同学们，今天我们的课就先上到这里。那么今天的家庭作业呢，还是一样的。Unda xusus suyumli saboqdoshlar, bugungi darsimiz mishagicha bo'lsin. Topshiriqimiz yanada o'xshash. 每一个生词抄2行，选择其中的5个造句。Har bir so'zlikni 2 qo'rdan ko'chirib, anandan keyin mushu o'ttirdan 5 ni tanlab jumla tuzib olsak bo'ladi. 那一样
不管老师有没有检查你的作业, mayliman sizniki topshiriqingizni tekshiray yoki tekshirmay, cho'qim topshiriqni vaqti-vaqtida ishlab bo'lishimizni umid qilaman. Ham mushunda qilganda ondan bizniki mushu hanzu tili saviyamiz oldiga qarab mangidi. Harakatga kelmay turib, hech qanday amgak chiqarmay turib, mishada turib, anglab qo'ysamlar meni hanzu tilim eshib ketirga o'xshaydi deydigan ish yo'q. Cho'qim tuvanga tushgandan keyin qayta o'qishimiz kerak, qayta takror qilishimiz kerak, yozishimiz kerak degandek. Unda bo'lsa, sizlarga ishonaman, cho'qim yaxshi qilib ketalaysizlar. 那亲爱的同学们，今天我们的课就先上到这里，我们下一期再见。